Bugun sizlarga UHD va QLED UHD ni bir-biri bilan nimasi bilan farq qilishini ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib 4K UHD dan boshlaymiz. Diod yoritgichi oq rangda yonadi. Yorug'likni bir me'yor yoyib beruvchi difuzor bitta qavat, plizmasi esa bitta qavatdan iborat hisoblanadi. QLED UHD da esa diod lampasi ko'k rangda yonadi. Uyni bir me'yor yoyib beruvchi difuzor bitta, plizmasi shitasi bitta, plizma bitta hisoblanadi. 4K sifatli qizil rang berganda QLED UHD modelimiz yaxshiroq ko'rsatadi. Yashil rangda esa QLEDimiz ancha yaxshiroq ko'rsatadi UHD ga nisbatan. Oq rangda esa QLED UHD ga nisbatan ancha oq sifatli rangni beradi. Ana endi ikkala televizorimizga ham YouTube orqali 4K sifatdagi 2060 videoni ochib olamiz. Tasvir qo'yganda UHD televizorimiz 17 milliard rangni ko'rsata oladi. QLED UHD modeli esa 1 milliarddan oshiq ranglarni bemalol ko'rsata oladi. Siz qaysi televizorni olgan bo'lardingiz? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Televizor haqida foydali videolar qo'yamiz. Mehnatimiz qadrlash uchun obuna tugmasini bosib qo'ying.